Navoiy viloyatida tarkibida oltin moddasi mavjud bo'lgan umumiy qiymati 15,5 milliard dollarlik tog' jinslarni o'zlashtirganlar ushlandi. Bu haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, 2025-yilning yoz oylarida Navbahor tumani Qalqon ota mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Sharimsoy tog' tizmasidagi yer maydonlarida noqonuniy oltin qazish ishlarini boshlagan jinoiy guruh bir necha oy mobaynida faoliyatini davom ettirib, sun'iy hovuz va ag'darma maydonlarini tashkil qilgani aniqlangan. 2025-yilning oktyabrida esa Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir olib borilib, oltin qazuvchilar ushlangan. Bildirilishicha, jinoyat alomatlarini aks ettirgan qum uyumlari, hovuz, ag'darma va turli buyumlar qonuniy tartibda rasmiylashtirib olingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur shaxslar faoliyati davomida tarkibida 9 kilogramm 928 gramm miqdordagi umumiy narxi 15 milliard 551 million 219 ming so'mlik oltin moddasi mavjud bo'lgan tog' jinslarini o'zlashtirgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 196-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Uyushgan jinoiy guruhning boshqa turdagi jinoyatlarga aloqadorligi, a'zolar hamda ularning tarkibidagi vazifalarni aniqlash yuzasidan tezkor surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda.